29 noyabr birinchi smenada tushgan 33-35 masalalar. Masalamiz Ulotrixga doir. Ulotrixning jinsiy va jinsiz ko'payishida ishtirok etgan izogameta va zoosporalar soni 480 ta. Va bizda mana shu jadval berilgan hamda olingan organizmlar soni 132 tani tashkil qiladi. Yaxshi. Xo'p, endi nima qilamiz? Xo'p. Birinchi bo'lib izogameta va zoosporalarni belgilab olishimiz kerak. Izogametalar sonini x deb belgilab oldim, zoosporalar sonini y deb belgilab oldim. Dastlab izogametalardan hosil bo'lgan Ulotrix ipiga belgilash kiritib olsam. Buning uchun, demak, izogametaning 20% dan zigota hosil bo'lishda ishtirok etibdi. Izogametaning 20% bu 0,2x degani. Xo'p, biz nima qilamiz? Mana 0,2x bu ishtirok etgan izogametalar. Zigota hosil qilish jarayonida ikkita izogameta o'zaro qo'shilib zigotani hosil qiladi. Shuning uchun izogametalar sonini 2 ga bo'ldim. Natijada menda 0,1x bu umumiy zigotalar soni. Har bir zigotadan 4 ta Ulotrix ipi hosil bo'lishi kerak. Shuning uchun 0,1x ni 4 ga ko'paytirdim. 0,4x ta Ulotrix ipi hosil bo'lishi kerak edi. Lekin bu yerda zigotaning 50% dangina Ulotrix ipi hosil bo'lgan. Shuning uchun mana bu 0,4x ni 50% ni topishimiz kerak. 0,4x ni ko'paytiraman 0,5 ga 0,2x. Bu jinsiy ko'payishda hosil bo'lgan Ulotrix iplar soni 0,2x ta. Ana endi jinsiz ko'payishda zoosporalarim y deb belgilash kiritganman. Ularning 50% dan Ulotrix iplari hosil bo'lgan. Shuning uchun ham demak 0,5y da Ulotrix ipi hosil bo'lgan. Ikki noma'lumli tenglama qilamiz. Xo'p. X plus y, ya'ni izogametalar va zoosporalarning birgalikdagi soni 480 ta. Mana bu 0,2x va 0,5y umumiy organizmlar soni 132 dan tashkil qiladi. Xo'p, mana sistema qildik. Bizda shuni hozir ishlaganimizdan keyin x 360 ta chiqadi, y esa 120 ta. 33-savolda bizda dastlabki izogameta sonini aniqlang. Dastlabki izogameta sonini biz necha deb belgilash kiritganmiz? X deb. X bizda 360 chiqdi. Shuning uchun 33 ning javobi 360. 35. Jinsiy ko'payishda hosil bo'lgan Ulotrix iplari. Jinsiy ko'payishda qancha Ulotrix ipi hosil bo'lgan? 0,2x ta. Demak, 0,2 ko'paytirilgan x. X ni o'rniga necha qo'yamiz? 360. Jinsiy ko'payishda 72 ta Ulotrix ipi hosil bo'lgan. Endi zoosporadagi xifchinlar so'ralyapti. Zoosporalarning soni y da. Y 120 ga teng, shuning uchun 120 ni 4 ga ko'paytiramiz. Javob 480 bo'ladi.